Assalomu alaykum talabalar. Bugun biz sizlar bilan oqsillar almashinuvini 3-ma'ruzasiga to'xtalamiz va bugun biz sizlar bilan keyingi slaydga o'tsak, ko'rib turibsizlar, ammiakni hosil bo'lish va zararsizlantirish yo'llari, giperammonemiya turlari va shu bilan birgalikda aminokislotalar almashinuvini xususiy yo'llari va kasalliklari bilan tanishamiz. Demak, shunday qilib, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bizada ammiak doim organizmimizda hosil bo'ladi va uni hosil bo'lishiga asosiy manba bo'lib aminokislotani dezaminlanishi hisoblanadi. Yana shu bilan birgalikda bizada bergan aminlar har doim hosil bo'lib turar edi. Ularning umri juda ham qisqa edi. Mana shu ularni ham dezaminlanishi hisobiga ammiak hosil bo'ladi. Va shu bilan birgalikda oxirgi 3-yo'li azot tutuvchi birikmalarda amino guruhni ajralishi hisoblanadi. Shuni aytish kerakki, mana shu hosil bo'lgan ammiak bizada doimo zararsizlantirib turiladi va uni asosiy zararsizlantirish yo'li bu jigarda kechib, ornitsin sikli, ya'ni sidikchil hosil bo'lishi bilan ketadi va u kuniga taxminan bizada 30 grammgacha ajralishi kuzatiladi. Ikkinchi asosiy yo'li bu ularni to'qimalardan olib chiqish yo'llari hisoblanadi va bular asosan glutamat hamda glutaminni hosil bo'lishi. Bu asosan bizada ichaklarimizda hamda miyada shu yo'l bilan olib chiqishi kuzatiladi. Shuni aytish kerakki, keyingi zararsizlantirish yo'li bu mushaklardan ammiakni olib chiqish. Buni olib chiqishini esa bizada asosan alanin ko'rinishida u olib chiqishi kuzatiladi. Va shuni aytish kerakki, oz miqdorda bizada organik kislotalarni amidlarini hosil bo'lishi bilan ham zararsizlantirishi mumkin bo'ladi va bu asosan bizada miya to'qimasiga xos bo'ladi va oxirgi zararsizlantirish yo'li bu buyraklarda ketadi va buyraklarda bizada ammoniy tuzlari orqali ammiakni chiqarib yuboradi va haqiqatda ham peshob orqali biza sizlar bilan taxminan 0,3-0,5 grammgacha ammoniy tuzlarini chiqaramiz. Demak, kelaylik mana shu jarayonga chuqurroq to'xtaladigan bo'lsak, bizada keyingi slaydga o'tganimizda ko'rib turibsizlar, bir sutkada bizada 100 gramm oqsilni to'liq parchalanishi hisobiga taxminan 20 gramm atrofida hosil bo'lyapti ammiak. Endi mana shu ammiak o'ta zaharli modda, lekin to'qimalarda u turli xil patologiyalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun uni miqdori to'qima va qon plazmasida juda oz miqdorda bo'ladi va to'qimalarda asosan u bizada ion shaklida, ya'ni NH4 anioni ko'rinishida bo'ladi. Demak, keyingisiga nima ko'rib turibsizlar, qonda uni miqdori mikromol litrda o'lchanadi, ya'ni taxminan 25-40 mikromol litrni ammiak miqdori tashkil etadi. Nima hisobiga bunday bizada holat kuzatilyapti? Chunki ammiak boyaga aytganimdek o'ta yuqori zaharli va ayniqsa uni toksik xususiyati miyani ensefalopatiyasiga olib kelishi mumkin. Shuni mexanizmini ko'rib chiqadigan bo'lsak, keyingi slaydda ko'rib turibsizlar, bu bizada ammiak gazsimon modda bo'lgani uchun gematoensefal baryerdan bemalol o'tadi, neyronlar ichiga kirib, neyronlardagi mitoxondriyalarni ichigacha borib kiradi va mitoxondriyani ichiga kirgandan keyin Krebs halqasidagi alfa ketoglutarat bilan bog'lanadi. Bu esa o'z navbatida, demak, miyani energiya bilan ta'minlanishini buzilishiga sababchi bo'ladi. Shu bilan birgalikda mana shu hosil bo'lgan buni alfa ketoglutaratni aminlanishi natijasida hosil bo'lgan glutamat yana o'ziga bitta amino guruhni biriktiradi va bu esa o'z navbatida glutamin sintazi hamda ATF energiyasi hisobiga ketgani uchun glutaminni hosil qiladi, ya'ni diamino dikarbon kislotasini hosil qiladi.
Demak, mana shu orqali bizada albatta ko'rib turibsizlar, nima kuzatilyapti? Krebs halqasi faoliyati buzilyapti va shu bilan birgalikda glutamat miqdori kamayib ketyapti. Chunki u hammasi glutaminga aylanib ketayotgani hisobiga. Glutamatni kamayishi esa bizada tormozlovchi gamma aminomoy kislotasi hosil bo'lishini susaytiradi. Bu esa qo'zg'alishni ustun turishiga va tutqanoqlarni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Shu bilan birgalikda keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bu transaminlanish jarayonlarini buzilishi hisobiga bizada dopamin neuromediatorlar sintezini ham susayishiga olib keladi, gipoenergetik holatlarga olib keladi, karbonat angidridini ko'proq bizada piruvat bilan birikib oksaloasetat hosil qilish va oksaloasetatdan glyukoza sinteziga kirib ketadi. Bu esa bizada neyronlarimizda alkalozni keltirib chiqaradi. Alkaloz esa yaxshi bilasizlar, gemoglobinni kislorodga bo'lgan moyilligini pasaytiradi. Bu esa yana o'sha gipoksiya holatini chuqurlashib borishiga sababchi bo'ladi. Shuni aytish kerakki, ammoniy ionlarini neyronlarimizda to'planishi bizada o'sha qo'zg'alishni, natriy va kaliy kationlarni almashinuvini buzilishi hisobiga nerv impulslarini o'tishini susayishiga sababchi bo'ladi. O'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, miyada agar biz asosan glutamin ko'rinishida olib chiqadigan bo'lsak, mushaklarda esa alanin ko'rinishida olib chiqamiz va hozirgina tushuntirib bergan reaksiya hisobiga, ya'ni transaminlanish reaksiyasi hisobiga ketadi va bu yerda albatta koza-alanin sikli o'ta muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, endi bizga buyraklarda nima kuzatilyapti? Buyraklarga glutamin yoki asparagin borgandan keyin ko'rib turibsizlar, glutaminaza yoki asparaginaza fermentlar ta'sirida u bizada glutamatni hosil qilyapti. Glutamat esa o'z navbatida yana ammiakni o'zidan chiqarib yuborishi hisobiga alfa-ketoglutarotni hosil qilyapti. Alfa-ketoglutarot esa Krebs halqasiga kirib energiya manbai sifatida ishlatilayotgan bo'lsa, vaholanki ammiak endi bizada ammoniy tuzlarini hosil qilishga ketyapti. Demak, qanaqa qilib ketadi? Biz yaxshi bilamiz, NH3 o'zi bevosita xlor anioni bilan birikishi hech ham mumkin emas. Shuning uchun ham bizada buyraklarimizda vodorod sekretsiyasi doimo kechadi. O'sha sekretsiyalangan vodorod o'z navbatida NH3 bilan birikishi hisobiga bizada NH4 ionini hosil qiladi. Hosil bo'lgan NH4 ioni esa xlor anioni bilan birikib bizada tuzni hosil qiladi. Mana shu reaksiya bizning organizmimizda nafaqat ammiakni qarib yuborish, balki shu bilan birgalikda kislota asos muvozanatini saqlashda, natriyni yo'qotilishini oldini olishda o'ta muhim ahamiyatga ega bo'ladi va bu organizmimizni atsidozdan saqlaydi va oldingida aytganimdek, shu yo'l orqali bizada 0,3 dan 0,5 grammgacha ammiakni zararsizlantirishimiz kuniga kuzat. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, shu bilan birgalikda asosiy zararsizlantirish yo'li bu jigarda ornitsin sikli hisobiga ketadi va buni natijasida bizada siydikchil hosil bo'ladi. Bu o'zi sikl bo'lgani hisobiga 3 ta asosiy bosqichlardan iborat. Birinchisi bu karbomayl fosfatni hosil bo'lishi hisoblanadigan bo'lsa, ikkinchisi esa u yerda sitrulinni
hosil qilishi, uchinchisi esa bizada o'sha argininni parchalanishi hisobiga sidikchilni hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Mana umumiy buni reaksiyasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, karbonat angidridi NH3 bilan hamda aspartat bilan birikishi va 3 ta ATF energiyasi hisobiga hamda 2 molekula suv hisobiga 1 molekula sidikchilni hosil qilyapti, 1 molekula fumarat hosil bo'lyapti va bu fumarat esa Krebs halqasiga yana yonishga kirib ketadi. Endi shuni aytish kerakki, mana shu jigarda kechadigan bu jarayon bizada faqat ammoniakni zararsizlantirishning asosiy yo'li, balki shu bilan birgalikda organizmimizni eng kerakli bo'lgan aminokislota arginin bilan to'yintirib turishiga ham olib keladi va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibsizlar, bizada bu jarayon sidikchil sintezi mitoxondriyada hamda sitoplazmada gepatotsitlarni mitoxondriyasida va sitoplazmasida kechadi. Mitoxondriyasida birinchi reaksiya ketadi. Ko'rib turibsizlar, bizada karbonat angidridi 1 molekula NH3 bilan birikishi hisobiga bu yerda ATF energiya manbai sifatida ishlatilyapti va bu yerda karbamyl fosfat sintezi bir fermenti ishtirokida karbamyl fosfat molekulasini hosil bo'lganini ko'ramiz. Mana endi shu karbamyl fosfat esa bizada ornitsin bilan birikyapti. Ornitsin bilan birikishi natijasida ornitsin karbamyl transferaza fermenti ishtirokida sitrulinni hosil qiladi. Shu bilan bizda mitoxondriyada ketadigan bosqich yakunlanadi. Sitoplazmaga sitrulinni chiqishi kuzatiladi. Endi bu chiqqan sitrulin esa sitoplazmada aspartat aminokislotasi bilan yana ATF energiyasi hisobiga birikadi. Bu yerda arginin qahramon kislota sinteza fermenti ishtirok etadi va ko'rib turibsizlar, yuqori o'ta katta molekulali modda arginin qahramon kislotasi hosil bo'ldi. Keyingi reaksiyada esa biz arginin qahramon kislotasidan fumaratni argininni qahramon kislota liaza fermenti ishtirokida biz fumaratni chiqarib yubordik. Fumaratdan chiqarib borganimizdan keyin bizda arginin hosil bo'ldi. Endi shu argininni ko'rib turibsizlar, arginaza fermenti ta'sirida suv ishtirokida tepadagi uglerodni, ikkita amino guruh tutuvchi uglerodni parchalaymiz, ajratib chiqaramiz. Bu esa sidikchil ko'rinishida chiqyapti. Hosil bo'lgan pastagi qismi esa nimaga o'xshaydi? Boyagi birinchi reaksiyada kirishgan ornitsinni hosil qiladi. Shuning uchun ham bu sikl deb ataladi. Hosil bo'lgan sidikchil esa qonga chiqib, buyraklar orqali ekskretsiyalanishi kuzatiladi. Ko'rib turibsizlar, bu jarayonda bizada 3 ta molekula ATF sarflandi. Savol tug'ilyapti, qayerdan olamiz? Buni olishi juda ham oson. Bu albatta Krebs halqasi bilan birgalikda ketadigan jarayon bo'lgani hisobiga Krebs halqasidagi reaksiyalar hisobiga ATF energiyasini hosil qilamiz. Bu keyingi slaydimizda keltirilgan. Ko'rib turibsizlar, arginin qahramon kislotasi o'zidan liaza fermenti ishtirokida fumaratni ajratib chiqardi. Ko'rdinglarmi? Mana fumarat pastda turibdi, qizil. Demak, mana shu fumarat endi Krebs halqasida o'ziga hosil qiladi, oksalo malatni hosil qiladi. Bu malat dehidrogenaza fermenti ishtirokida ketadi. Malat dehidrogenaza fermenti esa o'z navbatida fumaraza, demak, fumarat bizada malatni suv hisobiga hosil qiladi. Bu fumaraza fermenti ishtirokida ketadi. Endi hosil bo'lgan malat esa bizada malat dehidrogenaza fermenti ishtirokida bu yerda kofermentlik vazifasini bajarib NADH hosil bo'lishi hisobiga bizada
oksaloasetat hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan nadash esa bevosita nafas olish zanjiriga borib, u yerda to'liq nafas olish zanjirida 3 molekula ATF ni hosil qiladi. Endi hosil bo'lgan oksaloasetat esa o'z navbatida transamillanish natijasida yana aspartatni hosil qiladiki, bu aspartat ornitsin sikliga kirib ketyapti. Demak, shunday qilib, mana bu Krebs halqasi bilan ornitsin siklini birgalikda ishlashi natijasida bu sikllar o'zini o'zi energiya hamda substratlar bilan ta'minlab turyapti va bu organizmda haligi foyda siklni oldini olish, energiyani sarflanishini demak kamaytirishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bizda bu jarayonlar albatta boshqarilib turadi. Ko'rib turibsizlar, boshqarilishi birinchi ko'rinishi albatta substratlar konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Jumladan, biz yaxshi bilamiz, agar karbonat angidridi bilan ammiakning miqdori ortib ketadigan bo'lsa, bu Krebs ornitsin siklini kuchayishiga sababchi bo'ladi. Ikkinchi xil boshqarilishi bu N-asetil glutamat orqali boshqarilish hisoblanadi. Reaksiyada ko'rib turibsizlar, bizada glutamat o'z navbatida asetil CoA bilan birikishi hisobiga N-asetil glutamatni hosil qilyapti. N-asetil glutamat esa karbamyl fosfat sintezi birni faollashtiryapti. Shuni natijasida karbamyl fosfat hosil bo'lishi kuchayapti. Bu esa Krebs halqasi faolligini o'ta dal ketishiga sababchi bo'ladi. Va albatta uchinchi boshqarilish yo'li bu gormonlar orqali boshqarilishdir va bunda ko'rib turibsizlar, bizada kortizol kalit fermentlarni induksiyalaydi va shuni hisobiga bizada ammiakni zararsizlantirish ketadi. Savol balki tug'ilayotgandir, sizlarda nima uchun kortizol bu yerda induksiyalovchi ta'sir etyapti? Chunki yaxshi bilamiz, kortizol ta'sirida bizada aminokislotalar ko'p miqdorda hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan aminokislotalarni glyukoza sinteziga jalb etish uchun biz amino guruhni chiqarib yuborishimiz kerak bo'ladi. Bu esa o'z navbatida Krebs halqasini ornitsin siklini faollashuviga olib keladi. Va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bo'lajak doktorlarim nafaqat hozirgi ko'rsatgan molekulyar mexanizmlarni barchasini bilish kerak, balki shu bilan birgalikda azot qoldiqlari va bu azot qoldiqlarini aniqlab turib, turli xil holatlarni tashxislashni ham bilish kerak. Buning uchun albatta azot qoldiqlari degan tushunchani yaxshi bilish kerak. Kuniga boyagi aytganimizdek, bizada 25-30 gram siydikchil organizmimizdan peshob orqali chiqib ketadi. Qondagi miqdori esa, ammiakning miqdori esa 25-40 mikromol-litrdan oshmaydi. Va qonda bizada azot qoldiqlari me'yorida bo'ladi. Azot qoldiqlarini ko'rasiz, azot miqdori 15-25 mikromol-litrni tashkil etadi. Nimalar kiradi qondagi azot miqdoriga? Albatta birinchi navbatda sidikchilni azoti. U taxminan umumiy azotni miqdorini 45-50% tashkil etadi. Taxminan 25% esa aminokislotalar azoti, 8% ergotianin, 4% sidik kislota, 5% kreatin, 2,5% kreatinin va qolgan 0,5% esa indikant bilan ammiakka to'g'ri keladi. Mana shu miqdordan oshmasligi kerak. Endi mana bu qondagi azot qoldiqlari edi.
Shu bilan birgalikda peshobda ham azot qoldiqlarini ajralishi kuzatilyapti va bunga e'tibor beradigan bo'lsangiz, ko'rib turibsizlar, 85% siydik azot qoldiqlari bu siydikchil azotiga to'g'ri keladi, qolganlari esa oz miqdorni tashkil etadi. Ya'ni bu yerda taxminan kreatininni 5% ni ko'rishimiz kerak, uratlarni ko'rishimiz mumkin, ammoniy tuzlarini va boshqa azot tutuvchi birikmalarni ko'rishimiz mumkin. Nima uchun? Doktorlarimiz azot qoldiqlarini peshobda hamda qonda bilish kerak. Chunki ularni ikkalovini tahlil qilish natijasida bizada turli xil giperammonemiya holatlarini va uni kelib chiqish sabablarini tashxislashimiz mumkin bo'ladi. Demak, kelinglar biza sizlar bilan hozir ko'rib chiqaylik, giperammonemiyalar qachon kuzatilishi. Keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, demak, shunday qilib bo'lajak doktorlarimiz albatta bizada shu azot qoldiqlarini qonda va peshobdaligini aniq bilishlari bu ularda tashxis qo'yish imkoniyatini yuqori qiladi. To'g'ri tashxis qo'yilgandan keyin albatta to'g'ri patogenetik davo qilishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar biz sizlar bilan giperammonemiya turlarini ko'rib chiqaylik. Giperammonemiya turlari ikkita katta guruhga bo'linadi. Birinchisi nasliy giperammonemiyalar. Bular asosan o'sha ornitsin sikli fermentlarini nuqsoni hisobiga asosan kuzatiladi. Ikkinchisi esa orttirilgan giperammonemiyalar. Endi irsiy giperammonemiyalarni ko'radigan bo'lsak, irsiy ammonemiyalarni eng og'ir turi bu ornitsin karbamid transferaza fermenti nuqsoni hisoblanadi. Bizada o'ta kuchli giperammonemiya bo'lib, bola chaqaloqlik davrida u bevosita o'lib ketish imkoniyati yuqori, chunki bu yerda barcha a'zolarni shikastlanishi ketadi. Endi ikkinchi turdagisi esa bizada arginina suksinat sintaza fermentini nuqsoni. Bunda bizada sitrulin uriya kuzatiladi. Nima uchun sitrulin uriya? Chunki sitrulin etilida bo'lsa sitoplazmaga chiqyapti. Endi sitoplazmaga chiqqandan keyin u bemalol qonga yuqori miqdorda o'tishi mumkin, qon orqali esa peshob orqali chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Endi buni davolashda esa maxsus dietalar bilan yoki aminokislotalarni, ketakislotalarni qo'llash hisobiga biz uni umrini saqlab qolishimiz mumkindir. Uchinchisi esa arginin suksinat liaza fermenti. Bu yerda boyagi parchalanish yo'q. Ya'ni fumarat hosil bo'lmaydi arginin bilan. Shuning uchun bizada arginina suksinat uriya. Bu ham sitoplazmada ketgani hisobiga bemalol peshobga chiqib ketish imkoniyatiga egadir. Buni ham dietalar bilan umrini saqlab qolishimiz mumkin. Endi orttirilgan giperammonemiyalar esa asosan 3 ta holatda kuzatilishi mumkin. Bu birinchi holati bizada o'tkir respirator kasalliklarda, ayniqsa bolalarda ketuvchi pnevmoniyalar hamda ORVlarda kuzatilishi mumkin. Endi buni tashxislashi qanday bo'ladi? Demak, bunda yuqori temperatura hamda virus yoki bakteriyalar ta'sirida oqsillarni ko'p miqdorda parchalanishi hisobiga bizada aminokislotalar hamda ularni azot qoldiqlari ko'payadi. Biz qonda barcha azot qoldiqlarini ortishini va ularni peshob orqali ko'p miqdorda chiqishi hisobiga ko'rishimiz mumkin va shuni hisobiga bizada ko'rib turibsizlar, giperammonemiya kuzatiladi va buni oldini olish uchun albatta Krebs ornitsin siklini kuchaytirishimiz kerak hamda dezintoxikatsion terapiyani yaxshi qilishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchisini oladigan bo'lsak, albatta jigar sirrozida bu kuzatiladi. Bu o'ta kuchli ensefalopatiya beradi. Nima uchun?
Chunki bilasizlar, ornitsin sikli boya aytganimizdek gepatotsitlarda ketyapti. Gepatotsitlarda siydikchil hosil bo'lyapti. Ammo gepatotsitlarni o'rnini biriktiruvchi to'qima bosib olgani uchun bu yerda o'sha gepatotsitlar faoliyati susayyapti va shu jumladan ornitsin sikli faoliyatini ham pasayishi kuzatilyapti. Biz qonda nimani ko'ramiz? Qonda biz siydikchilni biroz kamayganini ko'ramiz, ammoniak miqdorini oshganini ko'ramiz. Endi peshobda nimani ko'ramiz? Peshobda esa bizada siydikchil miqdorini kamayishi, ammoniy tuzlarini miqdorini ortishini hamda ammoniakni o'zini qisman bo'lsa-da chiqishini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yana bir bor takrorlayman, bu gepatotsitlarni faoliyatini susayishi bilan bo'lgan kasallik va buni davolashni asosiy nimasi tamoyili bu o'sha bizada ammoniakni organizmimizdan chiqarib yuborishini kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. O'zi adaptiv ravishda organizm uni ammoniy tuzlari orqali chiqarib yuboryapti. Lekin biz agar organizmga yordam bermasak, bu og'ir koma holatga tushib qolishi mumkindir. Uchinchi, orttirilgan giperammonemiya esa asosan buyraklar bilan bog'liq. Nima uchun buyraklar bilan? Chunki biz bilamiz, buyraklarning asosiy vazifasi ekskretor. Demak, hosil bo'lgan azot qoldiqlari bizada peshob orqali chiqib ketishi kerak. Ammo buyrakni ekskretor funksiyasi buzildimi, demak ular qonda miqdori ortib ketadi, peshobda esa ularning miqdorini, azot qoldiqlari miqdorini kam bo'layotganini ko'ramiz, chiqayotganini ko'ramiz. Bu yana uremiya hisobiga, ya'ni oliguriya hamda anuriya bo'ladigan bo'lsa, bu bemorda o'ta og'ir ahvolga olib kelishi mumkin bo'ladi va agar bu bemorlarda azotni zararsizlantirish funksiyasi buzilgan bo'lsa, ya'ni buyrak yetishmovchiligi kuzatilgan bo'lsa, albatta bularga transplantatsiyani tavsiya etamiz. Demak, shunday qilib biz sizlar bilan ammoniakni hosil bo'lish hamda zararsizlantirish yo'llari va giperammoniemiya turlari bilan tanishib chiqdik. Endi keyingisiga o'tamiz. Mavzuyimiz bu aminokislotalarning xususiy almashinuv yo'llari. Shuni aytish kerakki, och qolgan paytda aminokislotalarni azotsiz qoldiqlari bizda energiya manbai sifatida ishlatiladi. Qanday ishlatiladi? E'tibor bersanglar, bizada katabolizmning umumiy yo'liga qo'shilishi turlicha bo'ladi. Ya'ni piruvatni hosil qilib, yoki bo'lmasa asetil koenzimani hosil qilib, yoki bo'lmasa alfa-ketoglutarotni, suksinil koenzimani yoki oksalatsitatni hosil qilib, aminokislotalar energiya manbai sifatida ishlatilishi mumkin va mana shuni oladigan bo'lsak, misol uchun alaninni oladigan bo'lsak, alanin, fenilalanin va boshqa aminokislotalarni oladigan bo'lsak, u serin bo'ladimi, boshqasimi ko'rib turibsizlar, ular piruvat hosil qilyapti. Hosil bo'lgan piruvat asetil koenzima hamda Krebs halqasiga ketishi mumkin yoki bo'lmasa karboksillanib oksalatsitatni hosil qiladi va oksalatsitatdan esa glyukoza sinteziga kirib ketishi mumkin bo'ladi. Vaholanki bizada glutamin aminokislotalarni oladigan bo'lsak, u bizada o'sha alfa-ketoglutarot orqali kirishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aspartat, asparagin molekulalari esa oksaloasetat orqali kirishi mumkindir. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, shuni aytish kerakki, Krebs halqasi oraliq mahsulotlar ham o'z navbatida bizada aminokislotalarni
hosil bo'lishda qatnashishi mumkin. Ko'rib turibsizlar, bizada glukozani parchalanishi natijasida hosil bo'lgan 3 fosfogalitseratdan serin hosil bo'lishi mumkin. Serindan esa o'z navbatida bizada glitsin hosil bo'lishi mumkin hamda boshqa aminokislotalar hosil bo'lishi mumkindir. Misol uchun, agar biz piruvatni olib qaraydigan bo'lsak, piruvatda aminlanishi hisobiga alaninni hosil bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Vaholanki, agar biz alfa-ketoglutaratni aminlaydigan bo'lsak, glutamat, glutamin va boshqa aminokislotalar, purin va pirimidin nukleotidlar sintezini ko'rishimiz mumkindir. Va albatta, agar oksalatsitatni biz transaminlashimiz hisobiga biz asparagin hamda aspartat aminokislotalarini olishimiz mumkindir. Ko'rib turibsizlar, aminokislotalar ham energiya manbai sifatida ishlatilishi mumkin va shu bilan birgalikda Krebs halqasi metabolitlaridan almashinib bo'ladigan aminokislotalar hosil bo'lishi mumkindir. Endi har bitta aminokislota o'zini uglerod skeletiga ega va shu uglerod zanjirini tuzilishiga qarab turib, uni metabolik yo'li har bittasiniki har xil bo'ladi. Kelaylik shu xususiy yo'llarga qisman to'xtaylik va buni ko'pincha tushuntirayotganimda, men birinchi bo'lib eng kichkina aminokislotadan, ya'ni glitsin va uni hosilasi serindan boshlayman va keyingisini ko'radigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bizada serin aminokislotasi bizada glukoza mahsuloti hisoblanadi. Endi serindan esa turli xil fosfolipidlar ham sintezlanishi mumkin, boshqa aminokislotalar sintezlanishi mumkin yoki bo'lmasa oqsil sinteziga kirib ketishi mumkindir. Lekin shu bilan birgalikda serin o'z navbatida tetragidrofolat kofermenti ishtirokida bizada o'zini metilen guruhini chiqarib yuborishi hisobiga glitsinga aylanishi mumkin. Glitsin esa bizada o'sha ko'pchilik biologik faol moddalar sintezida qatnashadi va shu bilan birgalikda to'liq karbonat angidridi, ammiak hamda energiyani hosil qilishi mumkin bo'ladi. Shunday qilib ko'rib turibsizlar, serin glitsin almashinuvi o'ta murakkab bo'lib va bu jarayondagi albatta o'zgarishlar turli xil holatlarga, kasalliklarga olib kelishi mumkin. Ammo serin glitsin almashinuvini ta'minlashda bizada folat kislota o'ta muhim rol o'ynaydi va keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, glitsin sintazi fermenti ta'sirida bizada bu ferment ishtirokida bizada metilen TGFK, metenil TGFK, formil TGFK hamda metil TGFKlar hosil bo'lyapti. Endi mana shu glitsin sintazi fermenti oligomer oqsil bo'lib, bu oligomer oqsil 4 ta subbirlikdan iborat va bu 4 ta subbirlikga o'ziga xos vazifalarni bajarib, ular kofermentlari bilan ham farqlanadi. Nima uchun? Misol uchun, P oqsilini oladigan bo'lsak, uni piridoksal fosfatni tutadi. H oqsilini oladigan bo'lsak, lipoat kislotasini, T oqsilini oladigan bo'lsak, tetragidrofolat hosil bo'lishini, agar L oqsilini oladigan bo'lsak, u esa prostatik guruh sifatida fat tutishi mumkin bo'ladi. Va shuni natijasida ko'rib turibsizlar, serindan bizda hosil bo'lyapti glitsin va glitsin to'liq kislorod hamda ammiakkacha parchalanishi hisobiga boyagi aytgan metilen, metinil, formil, metil TGFKlarni hosil qilyaptiki, ular esa asosan nuklein kislotalarni monomerlarini, ularni azot asosini
hosil qilishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birgalikda metil TGFK esa gomosisteindan metioninni yana hosil qilishida ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Bu jarayon qanday kechadi va keyingi bo'lsak, demak, mana shu glitsin serin almashinuvini buzilishi bir necha xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchi ko'rinishi bu giperglitsinemiya deyiladi. Bu nasliy nuqson hisobiga kechadi, ya'ni glitsin parchalovchi fermentni bo'lmasligi hisobiga glitsin aminokislotasini to'planishi kuzatiladi. Buni asosiy ta'sir etish joyi bu miya bo'lgani uchun miyani u shikastlanishiga, sudoragalar kelib chiqishi, gallyutsinatsiyalar rivojlanishi, nafas olishini buzilishi hamda energiya almashinuvini buzilishiga va og'ir holatlarda o'limgacha olib kelishi mumkindir. Ikkinchi kasallik esa glitsin uriya deb ataladi. Bu o'sha buyraklardagi glitsin amidina transferaza fermentini buzilishi hisobiga ketadi. Nima uchun bu ferment? Bu ferment bizada o'sha kreatin sintezini birinchi bosqichi buyraklarda kechadi va bu yerda glitsinamid hosil bo'lishi kerak bo'ladi, ya'ni oraliq mahsuloti hosil bo'lishi kerak bo'ladi. Endi mana shu jarayonni buzilishi esa o'z navbatida demak glitsin uriyani asosiy sababchisi bo'ladi. Ikkinchi shu glitsin uriyaga olib keluvchi sabab bu albatta buyraklarda qoptoq kanalchalarda glitsinni reabsorpsiyasini buzilishi bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Endi bu bizada o'sha glitsin almashinuvida hosil bo'layotgan glioksal kislota esa bizada o'sha toshlarni hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham bunday bemorlarda albatta yuraklarni bir tomonida toshlar hosil bo'lganini ko'ramiz. Va oxirgi kasallik bu birlamchi giperoksalatoriya hisoblanadi. Bu og'ir kasallik, chunki bu kasallik ikkala buyraklarda baravar simmetrik toshlarni hosil bo'lishi bilan kechadi. Bu esa erta nefroskleroz, buyrak yetishmovchiligi va o'lim bilan yakunlanadi. Bularni barchasi o'sha glioksal kislotasini toshlar hosil bo'lishiga kirib ketishi bilan bog'liqdir. Demak, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, endi metillanish jarayonidir. Ya'ni metil guruhini ko'chirib o'tkazish reaksiyalarini ko'rib chiqamiz. Metil guruhi bizada juda ham kerak. Ko'pchilik biologik faol moddalar sintezida u ishtirok etadi. Shuning uchun uni manbalari bo'lib turibsizlar serinni beta uglerodi, glitsinni alfa uglerodi, metionin, xolin, demak bizada metil guruhlari, triptofanni indol halqasidagi ikkinchi uglerodi yoki gistidin halqasini demak ikkinchi uglerodi metil guruhi donorlari sifatida ishlatilishi mumkin. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, mana bu jarayonda eng asosiy donor vazifasini bajaruvchi bo'lib bizada metionin aminokislotasi hisoblanadi. E'tibor beringlar, tuzilishi jihatidan agar biz metionin aminokislotasini oladigan bo'lsak, albatta unda oltinchi gurt atomi bor. Oltinchi gurt atomidan keyin esa metil guruhi turibdi. Mana shu markazdan uzoqda joylashgani hisobiga u juda labil hisoblanadi va bemalol ajralib chiqish xususiyatiga ega bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun ham ko'pincha metil guruhi donori bo'lib bizda metionin aminokislotasi ishtirok etadi. Ammo bu metioninni o'zi emas, bu jarayonlarni yana ham yengillashtirish uchun biz metioninni uni faol shakliga
S-adenazil metioninga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. S-adenazil metioninga o'tkazishi uchun metioninga bir molekula ATF beramiz, suvni kiritamiz va pirofosfat chiqarib yuborishimiz hisobiga metionin transferaza fermenti ishtirokida bizada ko'rib turibsizlar, adenazin AMFga, adenazinga biz metioninni biriktirdik va natijasida S-adenazil metionin hosil bo'ldi. Uni qisqartirilgan nomi SAM deb ataladi. Ya'ni S-adenazil metionin. Mana shu S-adenazil metionin bizada turli xil reaksiyalarda ishtirok etadi. Ko'rib turibsizlar, undan juda ham ko'plab biologik faol moddalar hosil bo'ladi va o'sha o'zini metil guruhini transferaza fermenti orqali, metil transferaza fermenti orqali berishi hisobiga bizada u S-adenazil gomocisteinga aylanadi. Endi S-adenazil gomocistein esa o'z navbatida suv ishtirokida, demak undan biz adenazinni chiqarib yuboramiz. Shuni natijasida gomocistein hosil bo'ladi. Endi hosil bo'lgan gomocistein esa ikki xil yo'nalishda ketishi mumkin. Birinchi, bu yo'nalishi qolgan azot tutuvchi aminokislotalar sintezida qatnashishi, jumladan sistein hamda sistin aminokislotalarini hosil bo'lish orqali ketishi mumkin. Ikkinchisi esa ko'rib turibsizlar, gomocistein metil transferaza fermenti. Bu yerda kofermentlik vazifasini metil TGFK bajaryapti va qo'shimcha yordamchi koferment sifatida esa bizada vitamin B12 ishtirok etyaptiki, shuni hisobiga biz yana metil guruhini qo'shib metioninni olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda men sizlarni e'tiboringlarni talabalarga gomocisteinni o'ziga qaratmoqchi edim. Hozirgi davrda gipergomocisteinemiya bemorlarda juda ham ko'p uchrayapti. Gipergomocisteinemiya bu endoteliyni shikastlaydi. O'zi endoteliyda o'zi ishlab chiqariladi, endoteliyni yallig'lanishiga olib keladi va bu esa o'z navbatida qon tomir kasalliklarini jadallashib borishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ham bizda hozir kardiologiya markazimizda albatta gomocisteinni miqdorini aniqlashadi. Shuni aytish kerakki, agar gomocisteinni miqdorini ortishi bizada sidik kislotasi miqdori bilan ortishi bilan baravariga keladigan bo'lsak, qon tomir kasalliklarini asoratlari ko'p uchrashi statistik ma'lumotlarda isbotlangan. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, ko'rib kelaylik, biz sizlar bilan kreatinin sintezini ko'rib chiqaylik. Kreatinin sintezi o'zi 3 ta a'zoda ketadi va 3 ta aminokislota ishtirokida ketadi. Ko'rib turibsizlar, bizada arginin buyraklarimizda glitsin aminokislotasi bilan birikib, glitsin amidina transferaza fermenti ishtirokida ornitin hamda glitsin, demak bizada hosil guanidin asetatni hosil qilyapti. Hosil bo'lgan guanidin asetat qonga chiqyapti. Qonga chiqib, u jigarga boryapti. Jigarda esa u S-adenazil metionin bilan metil transferaza fermenti ishtirokida bizada kreatinni hosil qilyapti. Mana endi shu hosil bo'lgan kreatin esa qonga chiqadi, mushaklarga boradi. Mushaklarda u ATF bilan reaksiyaga kirishib, kreatin kinaza fermenti ishtirokida bizada
kreatin fosfatni hosil qiladi. Sizlar yaxshi bilasizlar, kreatin fosfat bu mushaklarimizdagi zaxira energiya manbai hisoblanadi. Endi agar biz mana shu kreatin fosfatdan biz makroergik bog'ini ADFga beradigan bo'lsak, kreatin fosfokinazi fermenti ishtirokida bizada hosil bo'ladi kreatinin ham bir molekula ATF hosil bo'ladi. ATF esa mushaklar qisqarishida energiya manbai sifatida ishlatiladi. Kreatinin esa peshob orqali chiqib ketadi. Shuni aytish kerakki, kreatininni chiqishi keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, bu mushak massasiga bog'liq. Bu ko'rib turibsizlar, mushaklarda kreatin miqdori taxminan 25-55 gram kilogrammga bo'ladigan bo'lsak, yurak mushagida uni miqdori kam, miyada esa undan ham kam hisoblanadi. Kreatinni siydik bilan chiqishi faqat bolalarda kuzatiladi. Kattalarda esa bizada kreatinin chiqib ketadi. Va bir sutkada taxminan 4-17-6 bizada millimol litr bir sutkada kreatininni chiqib ketishini ko'rishimiz mumkin. Ammo kreatininni miqdori, qondagi miqdori va chiqib ketayotgan peshob orqali miqdori mushak massasiga bog'liq bo'ladi. Ana shuning uchun ham kreatininni miqdori erkaklarda yuqori, ayollarga nisbatan hisobga o'tadigan bo'lsak, shuni aytish kerakki, S-adenozil metionin bizada karnitin sintezida ham ishtirok etadi. Ko'ryapsizlar, lizin aminokislotasidan gamma aminobutrat hosil bo'lyapti. Endi unga biz 3 ta molekula SAMI ham metil transferaza fermenti ishtirokida beradigan bo'lsak, bunda oraliq mahsulot hosil bo'ladi. Endi mana shu oraliq mahsulotga kislorodni kiritadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bizada karnitin sintezlanadi. Karnitin esa bizada yaxshi bilamiz, yog' kislotalarni mitoxondriyaga, faol yog' kislotalarni mitoxondriyaga olib o'tishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Lizin aminokislotasidan gamma aminobutrat hosil bo'lyapti. Endi unga biz 3 ta molekula SAMI ham metil transferaza fermenti ishtirokida beradigan bo'lsak, bunda oraliq mahsulot hosil bo'ladi. Endi mana shu oraliq mahsulotga kislorodni kiritadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bizada karnitin sintezlanadi. Karnitin esa bizada yaxshi bilamiz, yog' kislotalarni mitoxondriyaga, faol yog' kislotalarni mitoxondriyaga olib o'tishida muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, shu bilan birgalikda o'sha SAM molekulasini metil guruhi bizada fosfoxolinlar sintezida ishtirok etadi. Ya'ni agar biz fosfatidil etanol aminni oladigan bo'lsak va unga 3 molekula SAMI metil transferaza fermenti ishtirokida reaksiya amalga oshiradigan bo'lsak, bizda fosfatidil etanol amindan fosfatidil xolin hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida biomembranalar shakllanishida o'ta muhim manba hisoblanadi. Yana keyingi shuni aytish kerakki, mana shu SAM molekulasi DNK molekulasini post-replikatsion o'zgarishlarda ham qatnashadi. Ya'ni yangi sintezlangan qiz DNK zanjirini metillanishi kuzatiladi. Bu metillanishi o'sha 5 metil sitozin hamda 6 metil adeninni
hosil qilish bilan ketadi. Bu esa o'sha xromosomalarni shakllanishi hamda bu genetik axborotni saqlanishida muhim ahamiyatga egadir. Va keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bizada shu SAM ishtirokida DUMFdan DTMFni sintez qilishimiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, DUMFga tetragidrofolati da metilen tetragidrofolat hamda NADFH ishtirokida biz unga metil guruhini beryapmiz va shu metil guruhi hisobiga bizada dezoksiribonukleotidlar sintezi uchun manba bo'lib dezoksiribotimidin dezoksiribonukleotidni hosil qiladi. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, metil guruhlar bizda nafaqat sintez jarayonlarida, balki zararsizlantirish jarayonlarida ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Ayniqsa jigarimizda turli xil neyromediatorlar, turli xil gormonlarni yoki bo'lmasa yot moddalarni zararsizlantirishda shu konyugatlar hosil qilib turib, ularni bevosita organizmimizdan chiqarib yuborishimiz mumkin. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, biz agar dopaminni zararsizlantiradigan bo'lsak, oldin unga bitta metil guruhini qo'shamiz, metil dopamin hosil bo'ladi. Keyin esa unga biz yana bitta SAM molekulasini qo'shib turib, metil dopamin ko'rinishida biz uni ekskretsiya qilishimiz mumkin. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, endi yana bir boshqa ajoyib aminokislota bor. Mana shuni metabolizmini sizlarga tushuntirib bermoqchi edim. Bu bizada almashinib bo'lmaydigan aminokislota, faqat oziqa hisobiga tushadigan aminokislota. Bu fenilalaninni metabolizmini ko'rib yaxshi bilamiz. Fenilalanin ikkita yo'li bor, metabolik yo'li. Asosiy metabolik yo'li bu fenilalanin gidroksilaza fermenti ishtirokida. Bu yerda kislorod ishlatiladi hamda pteridin ishtirok etadi va bizada fenilalaninga OH guruhini qo'shilishi hisobiga tirazin aminokislotaga aylanishidir. Bu asosiy yo'l. Ammo mana shu asosiy yo'l sust ishlaydigan bo'lsa, bizada ikkinchi qo'shimcha yo'lini faollashuvi kuzatiladi. Bu shundan iboratki, fenilalanindagi biz amino guruhni dezaminlaymiz. Bu trans amino guruhni chiqarib yuboramiz va bizada uni fenilpiruvat, fenillaktat, fenilasetatlar hosil bo'ladi. Ular esa bizning organizmimizdan chiqib ketishi kerak. Ammo mana shu jarayonda bizada tug'ma kasallik mavjud bo'ladi va shunga sizlarni tushuntirmoqchi. Fenilketonuriya kasalligi hisoblanadi. Bu fenilalanin gidroksilaza fermentini nasli nuqsoni hisobiga ketadi va bunday bemorlarni umri faqatgina xususiy dieta hisobiga saqlab qolishimiz mumkin. Kelaylik, tirazin almashinuvini ko'rib chiqaylik. Agar biz keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, tirazin almashinuvi ko'rib turibsizlar, jigarda, melanotsitlarda, buyrak usti bezida, nerv to'qimasida hamda qalqonsimon bezda va biriktiruvchi to'qimalarda turlicha kechadi va har birida o'zini xususiy elementlari ishtirok etadi. Agar biz tirazin aminokislotasini dezaminlaydigan bo'lsak, bizada hosil bo'ladi fenilpiruvat, fenillaktatlar va ular oxiri oqibat ko'rib turibsizlar, Krebs halqasi, ya'ni katabolizmning umumiy yo'liga kirib ketyapti. Energiya manbai sifatida ishlayapti. Endi bu yerda
nasliy kasalligi bu gemogensizin oksidaza fermentini nasliy nuqsoni bo'lib, bu yerda bizada o'sha gemogensizin kislotasini to'planishi kuzatiladi. Endi melanotsitlarda nimaga ishlatiladi? Ko'rib turibsizlar, bizada tirozinaza fermenti ishtirokida oldin dofani hosil qildi, dofadan keyin dofamin hosil bo'ldi, uni esa dofaxromga aylandi. Dofaxromni polimerlanishi hisobiga yo eomelanin yoki feomelanin hosil bo'ladi. Bu esa bizni terimizni, sochlarimiz, qosh hamda ko'zimizni rangini belgilaydi. Mana shunda tirozinaza fermentini yetishmovchiligi esa nasliy bu albinizmga sababchi bo'ladi. Endi bizada miyamizda hamda buyrak usti bezini mag'iz qismida ko'rib turibsizlar, bizada oldin tirozin dofaminga aylanyapti. Dofamin esa dekarboksidofani hosil qilyapti. Dofa esa dekarboksilanishi natijasida dofaminni hosil. Endi mana shu dofaminni yetishmasligi esa yaxshi bilasizlar, Parkinson kasalligini kelib chiqishiga sababchi bo'ladi va bu o'sha dofa dekarboksilaza fermentini yetishmovchiligi hisobiga kelib chiqadi. Endi hosil bo'lgan dofamin o'z navbatida boya ko'rsatganimdek oldin noradrenalinni hosil qiladi. Noradrenalindan esa metillanib adrenalinni hosil bo'lishiga olib keladi. Endi qalqonsimon bezda qanday o'zgarishlar ketadi? Qalqonsimon bezda tirozin aminokislotasini yodlanishi kuzatiladi. Mana shu yodlanishi hisobiga bizada o'sha tireoglobulin molekulasida monoyod tirozin hamda diyod tirozinlar hosil bo'ladi. Endi mana ular esa sekretor hujayralariga o'tadi. Sekretor hujayralarida esa ular lizosoma fermentlari ishtirokida tireoglobulin molekulasini parchalanishi va ikkita monoyod tirozinni o'zaro birikishi hisobiga T4, monoyod tirozin bilan diyod tirozinni o'zaro birikishi hisobiga esa bizda T3 hosil bo'ladiki, ular qonga chiqib, maxsus oqsillar bilan nishon hujayralarga tashiladi va buni yetishmasligi ham turli xil salbiy oqibatlarga olib keladi. Kelinglar, qanday kasalliklar kelib chiqadi? Demak, keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, boyagi aytganimdek, birinchisi fenilalanin gidroksilaza fermenti yetishmasligi natijasida tirozin hosil bo'lmaydi va bizada fenilpiruvat, fenillaktat hamda fenilatsitatlar ko'p miqdorda sidik orqali chiqib ketishi sabab bo'lyapti. Buni esa bir necha turi bor. Virgent turi bor hamda klassik turini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi kasallik esa alkaptanuriya deyiladi. Bu o'sha gamma-kinsizin oksidaza fermentining nasliy nuqsoni hisobiga kelib chiqyapti. Mana bunda demak bizada to'planadi alkaptaxromlar. Alkaptaxromlar esa nur ta'sirida qora rangli birikmani hosil qiladi va ular bo'g'imlarda to'planishi, tog'aylarda ko'pincha to'planishi kuzatilib, axronoz kasalligiga sababchi bo'ladi. Bunday bemorlarda albatta bo'g'imlarning shikastlanishi, turli xil artritlar kuzatiladi va peshobi qora rangda bo'ladi. Quloq pardasi va burun uchlarida esa ko'plab qora dog'larni ko'rishimiz mumkindir. Keyingi kasallik bu melanotsitlarda tirozinaza fermentini irsiy yetishmasligi hisobiga albatta albinizmni ko'rishimiz mumkin. Ularda oftobga nisbatan sezuvchanlik,
ko'rish qobiliyatini pasayishi kuzatiladi va shuning uchun ular kechasi hayot kechirishga majbur. Qabila sifatida yashab, demak kechqurungi hayot kechirishi mumkin. Ammo mana shu tirozinaza fermentini mahalliy melanotsitlarda yetishmovchiligi esa vitiligo kasalligiga sababchi bo'ladi, lekin u asli moyillik bilan xarakterlanadi. Ya'ni albinizm nasliy kasallik bo'ladigan bo'lsa, vitiligo turli xil epigenetik omillar hamda nasliy moyillik hisobiga kelib, keyingi kasallik Parkinsonizm bu dopaminni yetishmasligi hisobiga keladi va bunda intellektual rivojlanishdan ortda qolish, doimiy depressiyada yurish, bizada uyquchilikni, sizlikni kelib chiqishi, harakatini buzilishi va juda sekin harakat qilishi bilan tavsiflanadi. Demak, asosiy uni davosi bu o'sha dopaminni miqdorini oshirish. Bu oshirish nafaqat o'sha leva dopani berish, balki shu bilan birgalikda o'sha dopaminni parchalovchi fermentlar faolligini ingibirlab turib, miqdorini oshirishimizga bog'liq bo'ladi. Keyingi kasallikka olib keladigan bo'lsak, bu albatta kretinizm va miksedema. Bu qalqonsimon bezda tiroksin gormonini sintezini buzilishi bilan ketadi va bu kretinizm tug'ma bo'lishi mumkin. Bu homiladorlik paytida agar onada demak tiroksin moddasini, gormonini yetishmasligi hisobiga miyani shakllanishini buzilishi kuzatiladi. Gistologiyadan yaxshi bilasizlar, uni 3 ta kritik nuqtasi bor edi. Birinchi trimestrda shu miyani shakllanishida tiroksinni asosiy manbai bo'lib, onadagi tiroksin hisoblanadigan bo'lsa, ikkinchi trimestrda esa ham homilani o'zi tomonidan ishlab chiqariladigan hamda ona tomonidan tushadigan tiroksin hisobiga miyani rivojlanishi kuzatiladi va 3-trimestrga o'tganida esa bola bevosita o'zi homila o'zi lab chiqarayotgan tirozin hisobiga a'zo va to'qimalarni rivojlanishiga olib keladi. Endi mana shu davrlarda agar tiroksin miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, bolani miyasini rivojlanishi to'xtashi hisobiga kretinizm kelib chiqadi va agar bu kattalarda kuzatiladigan bo'lsa esa o'z navbatida miksedemaga olib keladi. Nima uchun? Chunki bizada kattalarda miya o'sha shakllanib bo'lgan, faqatgina modda almashinuvini susayishi hisobiga bunday holat kelib chiqadi. Shunday qilib, biza sizlar bilan hozir aminokislotalar almashinuvini xususiy yo'llarini ko'rib chiqdik va bu xususiy yo'llarinidagi kelib chiqadigan kasalliklar, ularni tashxislash usullari va oz miqdorda bo'lsa-da davolash usullariga qisman to'xtaldik. O'ylaymanki, bular albatta hammasi bo'lajak shifokorlar uchun juda ham kerak bo'ladi. Salomat bo'linglar, doimo bizni ko'rib boringlar. Xayr.